Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz bugungi kunimiz 4 ta 5 ta xona patolog qilamiz. Bu birinchi xonamizni bitdik. Lyustralarni ilib beramiz o'rtalariga. Shu holatdagi gulli naqshlilarni 120 ming so'mdan boriq qilib beryapmiz. Lyustralarni ilib beramiz. Hozir shu mahallada yana bitta obyektimiz bor, keyin yana bir boshqa joyga boramiz. Uchqo'rg'ondamiz. Ularni ham shu bugungi kundagi barcha qilgan patologlarimizni video qilib obzorini qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qayerga borganimizni to'liq aytib boraman do'stlar. Patolog chiroyli chiqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysizlar. Like bosganlar hammani uyiga shunaqa patologlar nasib qilsin do'stlar. Mehmonxonalarni shunaqa chiroylab abo'ylari bilan natujno qilish nasib qilsin. Endi keyingi obyektimizga yo'l olamiz. Do'stlar, navbatdagi obyektimizga keldik. Bagetlarni o'tirishni boshladik. Bu ikkinchi. Uchqo'rg'onning yangi botida. Buni bitta do'stlar, bu navbatdagi obyektimiz, bu 3-xonamiz. Ertalabdan beri kosmos bo'lgan bu yer. Hop. Shu xonadonda 4-xonamiz. 3D seri. Endi yana bitta patologimiz bor. Shu tomonga qarab yo'l olamiz. Do'stlar, oxirgi obyektimizga yetib keldik. Qorong'i tushib ketdi. Soat 6 bo'ldi. Buni bagetlarini qotirib oldik. Buni hozir bitgan holatini ham to'liq ko'rsatamiz. Do'stlar, oxirgi obyektimizni ham bitdik. 760 ga 335. Katta mehmonxona, lyustralari 2 talik bo'ladi. Bu yerda bo'ladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. 125 ming so'mdan gullilari, 75 ming so'mdan однотомнийлari. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar. Bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.